Endi programmadagi so'lga to'g'rilash, o'ngga to'g'rilash, o'tirga to'g'rilash degan to'g'rilash munosabatlik narsa ekan-ku. To'g'rilash munosabatlik narsa ekan. Mushni qanday bekitimi? Buni men mundaq bekitay. Tekst birninki sel olganda, ya'ni tanlanganning to'g'rilanishi holati deganimiz tang. Ama o o'ngga to'g'rilash bo'ldi. Ya'ni reti tekst birninki olganda deganimiz, sel olganda deganimiz tang qimmati 1 bo'lsin deganimiz bu men yozgan www.xmrit.com deganni to'g'rilashda mush qurni, navbatki qurni. O'ttirga va yoki o'ngga, so'lga to'g'rilab berish uchun shiltida hozir biz o'ngninkin programmani yozsam o'ngga to'g'rilandi-ku. To'g'rilandi. Endi so'lninkini sil yozib qo'yganligini. Reti tekst birning nima olganda? Qimmati 0 bo'ldi. Unda bo'lsa so'lninki qimmati 0 bo'lsa, o'ttirninki necha bo'ldi? 2 bo'ldi. 2 reti tekst birninki, reti tekstninki sel olganda deganimizdan 2 bo'lsin. O'ttir qimmat to'g'rilsin. Programni qo'zg'atdim. IT.com o'ngga to'g'rildim, so'lga to'g'rildim, o'ttirga to'g'rildim. Normal-ku? Endi oxirgi 2 buyruq qoldi. Ustiga ko'tirish va ostiga tushirishdan iborat. Shundaqmi? Bu qanday deganda masalan programmani qo'zg'ataylik avval. Menga masalan 99 deb yozib, ma 9ning 9-darajasi desam, mana sal ustiga ko'tarib qo'yishim kerak-ku, algebrada. Shundaq yani demoqchi. Unda bo'lsa mushu ustiga ko'tarishga yozaylik. Reti tekst birninki char offset deganimiz tang 100 bo'lsin. Men programni qo'zg'atgandan keyin 99 ni yozdim. Ma'u xatni cho'ngaytdim, cho'ngaytgandan yoqi ma 9 ni tanlab ustiga ko'tarma desam ustiga ko'tadi. Shundaqmi? Ustiga bir birlik azroq ko'tadi. Ama shu selchar offset deganimiz ustiga 100 birlik ko'tarib berishni ko'rsatadi. Qimmatni o'z qilib qo'ysam. Endi buni tuvanga tushirish uchun qanday qilaman? Ustiga ko'tarsam-ku 100 birlik pilos qimmat bersam bo'ldi ekan. Ostiga tushirsam-chi? Reti tekst birninki selchar offset deganimiz tang minus 100 birlik bo'lishi kerak. Shundaqmi? Programni qo'zg'atdim. Jini ustiga chiqarib o'taysam 100 birlik ustiga ko'tadi. Ma 10 o'ttirib turyapti ikkisining. Osti va ustiga ko'tarish degan 2 buyruq selchar offset orqali bir taraf qilindi. Shunda olgan saqlash, ichish, printlash 3 bo'ldi. Xat nusxasi 4 bo'ldi. Yana ikkisi qaysi bo'ldi endi? 4ni tushunib bo'ptiq. Endi bizga rang qilib qapti shundaqmi? Xatning rangi, oq ko'rinishining rangi deydigan. Unda bo'lsa men mushning ostiga shuni qo'shib qo'yay. Ctrl E mayaga kelib siziqdan birini sizib etdim. Ayirish deb qo'yay. Ichiga bir qadam kirgizdim. Kirgizgandan keyin yana birini qo'shib xatninki rangi dey. Mayaga xat deb oldim. Xat rangi, abi xatdan birini ishlatgandim. Yana birini qistirib, qistirishni besitma, ostiga bir qadam tushiray. Arqa bo'lsin, ha? Shu ikkisidan bo'lsin. Navbat qo'shilganmi shu ikki qarta endi men xatni rangi qarta tahrirlashib biray. Xatning rangi deganga menda yozdim. CD log birninki nimasi? Show colors. Endi reti text birninki cell textninki cell colors yana cell colors deganimiz tang CD log birninki CD log birninki colors ekan nima? CD log birninki colors. Men programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atgandan keyin www.xmrit.roze deb qo'ymayga. Muxtar roze deb. Ma ishkiri kelib qolganlik uchun ayrimaq ta'sir etgan deb men ma'ni boshqa rangga chiqmoqchi. Ya'ni ko'kish rangga qilib qo'ymoqchi bo'ldim. Qilsam ko'k rang o'zgardimi? Ko'k rang o'zgardi deganga. Tanlagan xat rangi o'zgardi. Buni tushundiq-ku? Unda bo'lsa, mavi orqa ko'rinishining rangini sizlar deb qilinglar.
Reti text birninki avval a cd log orqali cd log show color shundaqmi? Endi reti text birning nimasi? Text colorsni belgilab bo'ldik. Back colors teglik rangi deganimiz teng cd logninki colors programni qo'zg'atdim. Arqa ko'rinishining rangini belgilamoqchi men. Keldim, mayadan tanlab berib qolgan bir rangni. Mush rangni kelib mayaga bo'lsam, arqa ko'rinishining rangi o'zgardimi? Mayaga yana xatni yozsam, qora chiqyapti degan gap. Ammo xatninki nima? Rangini o'zgartirib o'tay. Oq rangli xat bo'lsin. Oq yozish boshlanadi degan gap. Ham tushunishli bo'ldimi? Mushu adyaldagi text boxni, ya'ni text tahrirlashni ishlashimizdagi sababi biz mushu orliqdagi bir qancha buyruqni, ya'ni birisi xat rangini, ya'ni rang ramkasini tushunish, text ramkasini tushunish, command control qo'zg'atib bergan. Ondan keyin yechish buyrug'ini, saqlash buyrug'ini va printlash buyrug'ini tushunish. Bu yerda yordam qoldi. Bu yordamni keyingi darslarimizni so'zlaylik. Mushu narsalarni qanday seplaydiganligi va qanday ishlatilganligini tushunish uchun ham qolgan ushaq-tushak buyruqlarni o'zinglar xoslik asosan qo'shib olsanglar bo'ldi. Shuning bilan ma'vu darsligimiz mana shu yerda oxirlashadi. Amma bundan keyin ma'ni bir saqlab o'tay. Tayyor qilib olgan narsani saqlashda mana shu o'rindan saqlaysizlar yana. Gungching altida saqlasanglar, qurilma altida. Shu o'rinda saqlaysizlar. Buni men bir F-diskga bir yerga saqlagan. Mana. Saqladim Saqlab bersanglar bo'ladi. Yoki men from altida saqlab qo'ysanglar bo'ladi. Buni hozir forum 2, forum 1 deb ikkisi bor-ku. Ikkisini saqlab qo'ysanglar bo'ladi. Endi buni agar ko'znakka chiqarib ijro vujud qilmoqchi bo'lsanglar mana. Ijro vujud qilib hosil qilaman deydi-ku. Mayaga kelib saqlasanglar bo'ladi. Buni qo'shib cheksanglar, siz tuzgan narsa ilmiy iqtidori bilan ishlaydi. Ammo bu uch xil saqlash faqat mushu kompyuterga munosabatlik. Boshqa kompyuterga yetkazsak, buni ishlatib olmaydi. Ya'ni ba'zi bir kontrollar bizning kompyuterimizga qilib qolgan narsalarni boshqa kompyuterda bo'lmasa qo'zg'atamaydi. Shuni boshqasida ishlatamazlar, mushuni yo'lda ishlatamiz. Endi boshqasida ishlatish uchun buni maxsus masalan qoplash kerak. Ijro vujud qilib chiqarish. Ma'lum ijro vujud qilib chiqarish qo'yamlayapti. Biroq bu ijro vujud qilib chiqarish bilan qochalash vujud qilib chiqarishning ikkisining farqi bor. Uni keyin maxsus darslik qilib so'zlaymiz. Hozircha mush 3 xil saqlash usulini tushensanglar bo'ldi. Hammamiz kompyuter mashg'ulot sistemasiningki hujjatlarga tayanib ish bajarganligini bilamiz. Shuning bilan birga mashg'ulot sistemasidagi ma'lum bir knopkani yoki ma'lum bir hujjatni yoki ma'lum bir hujjatning ismini chekib qo'ysak, shu hujjatning ichilib bizga shu ichki qismdagi materialni ko'rsatadiganligini bilamiz. Biroq bu biz o'ylagandek unda oddiy masala emas. Ya'ni har bir hujjatning ichilishida ma'lum bir programma, ma'lum bir jarayon ijro bo'lib turadi. Faqat biz uni ko'rmaymiz. Programmerlar buningki ichki qismdagi o'zgarishlarni bilalaydi va bilib turadi. Qaraydigan bo'lsak, o'zimiz mashg'ulot sistemasiga hujjatlarni o'chira olamiz, ko'chira olamiz, yo'tkiya olamiz, har xil mashg'ulotlarni qila olamiz. Undaqda shu buyruqlar yoki shu xil mashg'ulotlar zodi qanday usullar bilan tuzilgan bo'ladi? Qalbimizga shunday bir savol kelishi mumkin. Chunki bizmi programma xil ishkirlab kirib qoldik-da. Bu programning ichki qismida yoki kompyuterning mashg'ulot sistemasining ichki qismida bir qurdim programmalarning mos tartib bo'yicha ijro bo'lish orqali shakllandi. Unda bo'lsa biz mashg'ulot sistemasidagi shu hujjat boshqarish usuliga asosan o'zimizning yumshoq detalli hujjatlarni boshqara olishimiz kerak, ham tartiblay olishimiz kerak, ham bir taraf qila olishimiz kerak. Undaqda biz shu hujjat boshqarish to'g'risida ozroq dars so'zlaylik. VB'da hujjatlarni bir taraf qilish oddiy holda tuvandagidek 3 xil bo'ldi. Birinchisi tartibli holda bir taraf qilish. Ya'ni hujjatlarni tartib bo'yicha bir taraf qilishni ko'rsatadi. Ikkinchisi bo'lsa ixtiyor holda bir taraf qilish. Ya'ni xohlagan hujjatni xohlagan tartibda mashg'ulot sistemasi yoki biz tuzgan programma ixtiyor holda bir taraf qilgan hujjatlar yoki mushkil hujjat bir taraf qilish usuli. Buni biz ixtiyor bir taraf qilish deymiz. Uchinchisi ham ikkilik son sistemasi bo'yicha bir taraf qilish. Bu bir oz anglab murakkabdek tuyuldi, ammo bu mushkil kompyuterning ichki qismida bir taraf qilish usullarining birisi. Buni pishiq bilmasak tex bo'lmaydigan narsa. Endi men hozirdan boshlab shu hujjat bir taraf qilishda, hujjat ichishdan boshlab darsga so'zlay. Birinchisi hujjat ichish.
hujjat ichish. Odatda hujjat ichish open jumlasi orqali bir taraf qilindi. Ya'ni open hujjat ichish jumlasi. Men open jumlasining umumiy gavdasini bir yozay. Open jumlasining umumiy shakli bunday qildi. Open hujjatning ismi, ya'ni yo'li. Yo'l seplab birimiz, qaysi hujjatni ochadiganligimizni ko'rsatib birimiz. Ondan keyin for, ondan keyin bu yerga andisini ko'rsatib birimiz. Andiza, ya'ni qaysi xil shaklda ochaman demoqchi. Ya'ni hujjatni o'qish shaklida ocham demay, yozish shaklida ocham demay, bosh oxiri xotir qo'shish shaklida ocham demay degandek andizlar va mush andisini bekitib beraman. Ondan keyin as so'zdan keyin quduq belgisi. Ham quduq belgisidan keyin hujjatning nomeri. Hujjat nomeri. Ondan keyin len orqali hujjatning umum uzunligini bekitib beraman. Hujjat ichish shakli mana shunday bo'ladi. Eng avval open jumlasi orqali yo'lni seplayman, ondan keyin for ning orqasiga andisini seplayman. Aslan quduq belgisining orqasiga hujjatning nomerini seplay, ichish usuli orqali hujjatni ichish bo'ladi. Ham bu xil hujjat ichish usulini jalliqroq qilib yozsak, menda qizish bo'ldi. Izohat jumlasiga aylantirib o'tdim. Open hujjatning yo'li, masalan, qaysi hujjatni ochadiganligimizni. D-diskining ostidagi XMR IT TXT degan hujjatni ochmaydigan bo'lsam, shu hujjatning yo'lini, butun yo'lini tartib bo'yicha seplab beraman. Ondan keyin for, ondan keyin andisi. Endi bu yerda andiza 3 xil bo'ladi. Hujjatni ochgan vaqtimizda 3 xil andiza oladi. Birisi output. Hujjatningki yezilishi qarta mashg'ulot deb bordi. Ya'ni hujjat qarta yezish mashg'ulot deb bordi demoqchi. Ikkinchisi input. Men avval output ni yozay. Output. Hujjat qarta yezish mashg'ulot deb bordi. Ondan keyin as so'zi, ondan keyin quduq belgisi, ondan keyin hujjat nomeri. Ham bu yerdagi hujjat nomeri 1 dan boshlab 511 gacha qimmat ola oladi. 511 gacha qimmat elib hujjatga nomer qo'ya oladi. Har bir hujjat nomerini ishlatgan vaqtimizda u bir dona hujjatni ichib tutib turdi. Agar bu hujjatni taqib etsak, u holda bu hujjat nomerini boshqa bir hujjatga ishlatishga bo'ladi. Agar taqmagan bo'lsak, u dal shu ishlatayotgan hujjatni tutib turadigan hujjat nomeri bo'ladi. Buning umumiy elish doirasi 1 dan boshlab 511 gacha qimmat oladi. Endi ikkinchi xil ichish usuli open yangi o'xshashlar D-diskining ostidagi XMR IT TXT degan hujjatni ochdim. Endi for andis o'xshamaydi. Andisi input bo'lsa, input deganimiz hujjat qarta o'qish mashg'uloti deb berishni ko'rsatadi. Hujjat qarta o'qish mashg'uloti deb berdi. Qog'ayir o'xshash as ondan keyin quduq, ondan keyin 2 deb qo'yay. Ochganda nomer 2 bo'ldi hujjat nomeri. Bu faqat input faqat hujjat qarta o'qish mashg'uloti deb bera oladi. Ham uchinchisi yangi o'xshash open o'xshashlar yana D-diskining ostidagi XMR IT TXT deb qo'yay. For andiza yana bunga o'xshamaydi. Append o'xshashlar hujjat nomeri berdim. Endi bu bo'lsa hujjatning bosh oxiriga qarta xotir qo'shadi. Hujjatning bosh oxiriga qarta xotir qo'shadi. Demak, biz shu hujjat ochgan vaqtida shu 3 xil usulni ishlatamiz. Men birinchi xil usulni ishlatib hujjatni ochay. Buyruqni ijro qilgandan keyin XMR IT TXT ning ichida ishnim qolmadi, ya'ni tekst hujjatning ichida qop-quruq qolib qoldi. Sababi nima? Sababi biz ma'lumotdagi output degan programmani hujjat qarta yozish mashg'uloti deb bordi degan. Ya'ni output degan andiza hujjat qarta yozish mashg'uloti deb bordi degan. Unda bo'lsa biz hujjatning ichiga bir narsa yozib qo'yaylik. Ya'ni print qancha nomerli hujjat qarta yozmoqchi bo'lsam, hujjatningki nomini belgilab, peshvoqandan keyin yozmoqchi bo'lgan mazmunni ko'rsataman. www.xmrit.com Muxtar Roze deb yozib qo'ydim. Endi hujjatga yozish mashg'ulot ilib berib bo'lgandan keyin hujjatni taqib etishim kerak. Close qancha nomerli hujjat bo'lsa, shuni hujjatning nomerini ko'rsatib beraman. Ya'ni taqmoqchi bo'lgan hujjatningki hujjat nomerini ko'rsatib beraman. Shuning bilan hujjatning ichiga mushu uchurni yozib, ondan hujjatni taqotida programni qo'zg'atdim, mana bosdim. Bosgandan keyin endi D-diskdagi XMRIT TXT qarsam 1 kilobayt deydi. Qo'shib cheksam, bu yerga XMRIT chekitkom
siziqtatib muxtar ro'zi degan uchurni yezib qo'yadi. Demak, output degan andiza yezish mashg'uloti deb qaralgan andiza. Unda bo'lsa men mana shu output degan shu andizaga nisbatan bir oddiy misol ishlay, mana yodlam olaylik. Qolgan programmani o'chirib o'tdim. O'chirib o'tib, mayadan RashTextbox'dan birini qo'shdim. Microsoft RashTextbox Control 6.0 ni qo'shdim. Qo'shgandan keyin men oldim. Ilib buningki ismini text1 yoki tbox1 deb qo'yay. tbox1 deb ism qo'yib qo'ydim. Mana shu tbox1 ning ichiga kirgizilgan uchurlarni men bayqi diskdagi xmwrite degandan keyin ichiga yozib bermoqchi. Unda bo'lsa yozib qo'yay. Print birinchi nomerli widgetga tbox1 ning ichidagi tekstni close birinchi nomerli widget dedim. Men programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atgandan keyin men mavni ichiga bir qator uchurlarni yozay. www.xmwrite.com, www.uirom.com, www.tzyol.com, iemtv.com, udon.com deb shu adresini yozib qo'ydim. Yozib bo'lgandan keyin mav komandani birini chekdim. Chekib deb endi diskning ichidagi mav widgetni ichib qo'yay. Qarasam meningki kirgizgan uchurlarimni mayaga yozib berdi. Ya'ni www.xmwrite.com dan tortib udon.com gacha hammani yozib berdi. Demak, output deganimiz widgetning ichiga uchur yozish uchun ichiladigan andiza. Output. Ko'rsatilgan nomerdagi widgetning ichiga ko'rsatilgan uchurni yozib chiqarib berdi. Yana bir oddiy misol ishlab boqaylik. Command bottondan birini oldim, textboxdan birini oldim. Mening maqsadim diskdagi xmwrite txt ning ichiga mushning ichidagi har bir harfni birdan urib kirgizmoqchi. Unda bo'lsa programmamizni yozay. O'xshashlam open jumlasi orqali diskdagi xmwrite txt ni ochma. For output as birinchi nomerli widget deb ochay. Ondan keyin for jumlasi orqali i degan bir miqdorni davrilayman. I deganim birdan boshlab mushu textboxning ichidagi text1ninki, yana txt-ninki ichidagi barliq xarakterlarning uzunligi bilan teng bo'lsin. Men print jumlasi orqali yozib chiqaratdik. Print jumlasi orqali birinchi nomerli widgetga yozdim. Birinchi nomerli widgetning ichiga yozdim. Qanday yozmamda mid orqali har bir o'rindikisini, masalan txt1ninki text1ninki i o'rnidagi bir dona xarakterni mushning ichiga yozib chiqarib beray. Ondan keyin next orqali i ni oxirlashtirdim. Ondan keyin close orqali birinchi nomerli widgetni taqdim. Mayada bir xatolik o'tkazibdik. Men text1 mavi. Men programni qo'zg'atganning yoqi mana ichiga bir narsa yozayman. Yaxshimi siz apandi. Mana mushundoq bo'lsin deb yozib qo'yay. Mana ijro qilganning yoqi diskdagi xmwrite deganni ichpasi mana har bir qurg'a birdan urib chiqarib beryapti. Har bir qurg'a birdan harfni bo'lib o'tdi. Sizlar yaxshimi siz apandi mana mushundoq bo'lsin deganning har bir harfni birdan qurg'a urib chiqaryapti. Demak, bu yerdagi open jumlasi ko'rsatilgan hujjatni ochadi. Output bo'lsa shuning ichiga uchur yozishni ko'rsatadi. Print jumlasi bo'lsa shuning ichiga, ya'ni ko'rsatilgan nomerdagi hujjatga ko'rsatilgan obyektni yoki xarakterni yoki biz ko'rsatib uchurni yozadi. Close bo'lsa hujjatni yopadi yoki hujjatni taqaydi, etadi.